Ha, mana Xudo xolasa qor. Bugun 23-yanvar. 23-yanvarda qor mana sovuq, yaxshi. Grippli ko'tariladi Xudo xolasa. Kim gripp bo'lsa, o'rtoqlar, sabr tilaymiz. Grippli ko'tarilgandan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Organizmdagi hamma mikroblar chiqib ketadi shu gripp bilan. Har bir inson kishi shu gripp sezonida organizmini tiklab oladi. Immunitetlar kuchayadi o'rtoqlar. Bu sizlarga maslahat. Men bilganimni aytyapman. Mana quyosh ham chiqdi, Xudo xolasa. Bugun shu mana lolalar yo'li. Nima desam bo'ladi? Dala tomon. Navoiy mahallasi bilan bu yerni bir hafta farqi bor. Mart oylarida bilinadi. Daraxtlar bu yerda uyquda bo'lsa, yerda gullashni boshlaydi. Shu 1 kilometrning arasida bir hafta farq bilan tabiat shunday haligi qiladi. İnsanlar sog' bo'linglar. Yana bu qorda ko'rishguncha, Xudo xolasa tabiatning mo'jizasi bu ham. Bugun bor, ertaga yo'q. Quyosh nima desam bo'ladi, yerga singitib eritib boradi. O'rtoqlar, salomat bo'linglar, sog' salomat bo'linglar, hamma vaqt tinch bo'linglar. Oilalaring davlatida Xudo hamma oilaga baraka bersin. Bugun nima juma kuni o'rtoqlar. Kim nima niyat qilsa, niyatlarga yetsin. Mana gazel kelyapti, minamiz Xudo xolasa.